们来到教你学国家通用语言情景绘画即学即用2，我是你们的老师 Segila Asghar。Begin。第5单元阿里木带爸爸看病的那老师刚才为什么就是这个看病，是不是老师也生病了呢？那生病了要怎么样？要去看病。Ağrıp qalsaq, ağrıp qilish deganni生病deymiz. 生病. Na ağrıp qalsaq nemish qilamiz? Doktorga ko'rangili boramiz, uni 看病啊，看病，生病了要去看病。好，我们来看一下故事场景。阿里木带父亲来到县医院。这个 olim dadısını ilib 县医院里 kelibdi。好，那阿里木那就是说他的父亲怎么了呀？生病了啊！医生，我爸最近总说头疼。doktor, dadam yaqinning yaqin shu bishim og'riyotidi lam deydi。上次全民免费体检的时候，这个咱们有一段时间bir mezgil bir全民免费体检bo'lib ketdi ғой. Odamlarni haqsiz bir salomatlik tekshirish bo'lib ketdi ғой. Shu vaqtda说他血压有点高. Dadasininki shu qon besimi ozroq yuqori ekan deb degandi deydi. 所以再带他来检查一下. Shuningga yana bir shu tekshirib boqqili ekandim debdi. 然后呢，我们来看一下啊，我爸最近总说头疼，总说的意思就是daim deydi, hamisha deydi。那sen hamisha这个ailem birinci, ailem en mühim deyse, lekin uyga kelgandan keyin telefonlam o'ynaysa degan bo'lsa, 你总是说家庭最重要，家庭是第一位。但是每次一回到家，你除了玩手机还是玩手机。你除了玩手机还是玩手机，可以这么说。那总说的演讲的就是daim deydi desek bo'ladi。那头疼deganimiz nima? Bosh og'rishi, beshimiz og'riyotdi deganni头疼啊，belim og'riyotdi, 腰疼，哪里疼你就说什么什么疼就可以了。yaqindan buyan desek 最近啊。上次这个我们之前讲过，上次deganimiz oldin qatim， 那bu qatim bo'lsa 这次 kelar qatim bo'lsa 下次，上次这次下次degandagi。上次全民体检的时候呢，什么什么的时候，munda vaqtida degani什么什么的时候。men uyga ketgan vaqtimda， 我回家的时候，tamoq yeyotgan vaqtda， 吃饭的时候，tamoq yeyotganda jiqyaq bo'lmanglar。吃饭的时候不要说太多的话，或者说不要说话，都可以啊。什么什么的时候，然后呢，说他munda degandi desek 说什么什么，说他怎么了呢？血压有点高。qon besimi deganni 血压deymiz， 有点高， ozroq yuqori ekan。那 qon besimi yuqori bo'lsa 血压高， qon besimi tuvan bo'lsa 血压低。那 yuqori qon besimda bir kasal bor， yuqori qon besimni 高血压， tuvan qon besimni 低血压deydi。所以shuning uchun， 那就是说 oldidagi sababi， 所以把natijani deydi。所以shuning uchun nima bo'ldi？ 再带他来检查一下。uni yana bir ekilib tekshirib boqay degandim debdi。检查一下。那么从这个地方我们可以看出来，这个阿里木他是一个什么样子的孩子啊？非常孝顺的孩子啊！咱们想一想，这个是第5单元了，白星期单元给你教的。第1单元的时候，阿里木是跟这个妈妈聊电话，是吧？一听说姐姐要结婚了，他就说：“我要回去帮忙。”然后第2单元的时候呢，
他去看这个姐姐的新房啊，不，这个阿里木回家，uyga keldi，他看到了他这个整个他家乡的这个变化啊，他家乡的发展，还有他们家的一些变化。然后到第3呢，他去帮姐姐干活儿，üçüncü derste hadisiga yordamlashib ishlab berdi, 4-cü derste uydagilarga yordamlashib itizliqqa tushib ishlab。然后这个第5单元，他又带着这个爸爸去看病。带着他觉得爸爸这个不舒服，阿里木是一个非常努力的、能干的、勤劳的 Christian 啊，那根就是孝顺的。孝顺是什么意思呀？我们也应该做一个这样子的孩子啊。你这个父母亲生病了，该带他去看病，你就带他去看病；该带他去医院，你就应该带他去医院啊！珍惜，珍惜，珍惜deganimga qadrlanglar degan gap。珍惜身边的人，珍惜跟他们在一起的每一天。o'sha birga turgan har bir kunni qadrlashimiz kerak。然后医生呢这么说的。大叔，你最近都有哪些症状？我们去看病的时候呢，doktorxonaga borgan vaqtimizda doktor bizdan nimani so'raydi? Ya'ni kasallik ahvolini应该是qanday ahvollar paydo bo'layotdi. 那在这里也是啊。Yaqindan buyon sizda qanday kasallik ahvollari paydo bo'ldi? 你最近都有哪些症状？你最近都有哪些症状？那这个我们一般生病的时候，医生呢都会问我们，你都有哪些症状？其实要问的东西也比较多，遗传病史那么说来的，مثلا你爸爸妈妈家里面有没有什么病呀？uydagilarniki, opangizlarningizniki hisobda irsiyat qilgan kasal bormi deb ularni so'raydi. Andan keyin 腺病史hozirga qadar bo'lgan sizdagi mush kasallik ahvoli，就是以前得过什么什么什么病呀，这些东西他们呢都会问到啊，都会问到。你要知道你以前得过什么病，然后或者说是现在怎么样，你都要会说，你都要会说。然后呢，这个爸爸是怎么说的呀？后脑勺。arqa mingan， 后脑勺是这个地方啊 arqa mingan， 胀痛的chingqilib ağrıp， 就是一个mingimiz bir itilib ketadigandek那种deymiz ғой chingqilib qizirib， 对，胀痛的感觉qanday hissiyat bo'ldi， 全身都重的感觉，全身 butun badanim ig'ir deydi， 那就是arqa mingi ağrıp, chingqilib, beshib patlab ketay degandek bo'lib, andan keyin mush badallari degan ig'irlashib debdi. 那么同学们呀，就是你们去医院的时候，能不能这样子把自己的病情整个都描述出来呀？咱们先看完啊，咱们等会儿再说。全身都重的 ，amir ig'ir。安当迪根医生问他这种情况持续多久了？bu xil ahvol qanchalik uzun davomlashdi？ 那ma'lum bir xil mayli情况bo'lsin nima bo'lsin， 那qanchalik uzun davomlashdi desak持续多久了deymiz。这种情况持续多久了？bu xil ahvol qanchalik uzun davomlashdi？ 那你们得读大概 taxminan。大概有2个星期吧，有2个星期了吧。taxminan 2 haftalar bo'lib qoldimiki， 2 haftalar bo'lib qoldimiki bo'lgan chog'da keyingi bir tal barni qaytib olasiz。然后呢，医生说除了头疼，beshingiz og'rishdan boshqa， birnimadan boshqa deganni 除了什么什么什么啊，除了什么什么。masalan adabiyot topshiriq başka yani başka topshiriq bormi desak， 除了语文作业还有没有别的作业？除了语文作业
还有没有别的作业degandaga。那在这个地方beshingiz og'rishdan boshqa yana neringiz bearam bo'layotidi? 除了头疼，还有哪里不舒服？除了头疼，还有哪里不舒服？那哪里难受的？neringiz bearam bo'layotidi deganni我们在第一册学过了。哪里不舒服desakmi bo'ladi？哪里难受desakmi bo'ladi？哪里不舒服，哪里难受都可以。然后呢，爸爸说有时候觉得胸闷，ba'zida qanday his qilaman demim siqilib，然后呢走一会儿birdan mangsamla就气喘吁吁，气喘吁吁degan hosirash，对吧？那意思就是说mushu demim siqilib andan degan birdan mangsilam ashu hosirab boshda bo'lib ketdi degan。好，有时候是什么意思呀？ba'zida doim deganni这个经常的意思。ba'zida desak有时候啊，有时候气喘吁吁就是就这种感觉啊，nafs yetishmay那种感觉。还手麻，qo'li uyushi degan啊，qo'li uyushi degan。手麻qo'li uyushish，麻degan uyushish，腿麻puti uyushish，脚麻yagida saydigan puti uyushish degandek。然后医生说有没有吃过药？dori yeb baqdingizmi？一般我们生病的时候，比如说beshimiz og'rigan chaqda jiq odamlar jo'mishu kasga emas bir dorilarni ichib oladi bilsa bilmasa nima？医生就问他有没有吃过药啊？munda qilib baqdingizmi qilib baqmadingizmi deganni有没有？masalan Beijingga berib baqganmi desak有没有去过北京？lagma yeb baqganmi desak有没有吃过拌面？degandek你masalan kinoni ko'rib baqganmi？你有没有看过这个电影？都可以啊。有没有qilib baqganmi yo'q degandek。然后呢，爸爸说吃了几次去痛片。bir necha qatam nima yedim， 吃了几次去痛片，这个og'riqni to'xtatish dorisini yedim deydi。吃了几次去痛片，og'riqni to'xtatish dorisini去痛片deymiz。然后医生怎么说的呀？去痛片怎么能乱吃呢？bu boshqa og'riq to'xtatish dorisini qalaymaqan yesangiz qanday bo'ladi？怎么能乱吃呢？munda qilsangiz qandoq bo'ladi deganni怎么能什么什么呢 desak bo'ladi。masalan manga ishonmasangiz qandoq bo'ladi？其实bu yerda怎么能呢degan chaqda bu bir qaytarma savol jumla， ya'ni 不能的意思啊。怎么能呢 desak bunda qilsak qandoq bo'ladi？ bu gapning ma'nosi bo'lmaydi。那意思就是去痛片怎么能乱吃呢？ bu gapning ma'nosi就不能degan gap。那去痛片不能乱吃啊，qalaymagan意思bo'lmaydi degan gap。那再比如你怎么能不相信我呢？ manga ishonmasangiz qanday bo'ladi？ 那意思就是qarama qarshi bo'lish kerak，对吧？你应该相信我demekchi。你怎么能不相信我？那不相信能qarama qarshisi相信，那就是 siz manga ishonishingiz kerak bo'ladi。我怎么能骗你呢？ men sizni qandaqmi alday， 那意思就是我没有骗你，men aldamadim degan gap。bu bir qaytarma savol jumla， buning mushu ma'nosi ashunaki qarama qarshi so'z bo'lib qoladi。那在这个地方意思就是去痛片不能乱吃啊，去痛片不能乱吃。然后医生说，我先给你测个血压。men sizga avval nimsh qilib beray debdi， 测血压啊，测个血压。我qon besimingizni bir o'lchak。那avval mundaq andin mundaq desak， 先什么什么，然后什么什么啊，先什么什么，然后什么什么。masalan men avval topshiriqimni yozib olay， andan keyin sen bilan ko'rishay desam， 我先写完作业，然后跟你见面。我先写完作业，然后跟你见面。desak bo'ladi。这个呢是这个啊，这个后面也是avval测血压，andan keyin nima qilgan，然后再开个单子，andan keyin tekshirish qog'ozi yozib beray，
开个单子，开单子要知道啊。 tekshirish qog'ozini nima ish qilasiz? 一会儿让你儿子带你去检查，那birdan turib, o'g'lingiz sizni olib borib tekshirishga olib borsin. 那意思就是narsalarni yezib, nima tekshirishlarni qiladi deganni yezib berdi ekan. 让谁谁谁, birisi birdan ishni qilsin deb buyruq qilgan vaqtimizda 让谁谁谁谁谁做什么事情deymiz, 让某人做某事. Masalan, opam seni uyga qaytsin deydi, mama 让你回家, 让某人做某事deymiz, 妈妈让你回家. Muallim bizga topshiriqni yaxshi astoydil ishlanglar dedi desa, 老师让我们认真完成作业. 老师让我们认真完成作业. Andan keyin opam meni 这个 marujni yema dedi, 妈妈让我不要吃冰淇淋啊，或者说妈妈不让我吃冰淇淋都可以啊，都可以。这个呢是让birsini bir ish qiling degan vaqtida 让谁做什么什么事情。那让谁呀？让你儿子 nima ish qilsin, 带你去检查 sizni ilib tekshirish qilgansin debdi. 好，那这个整个内容应该问题不大，主要都发生了一些什么事情呢？阿里木的爸爸经常头疼，然后阿里木带他去看这个医生，全民这个免费体检，他的这个爸爸呢，检查出来说是血压有点高，那qandaq kasallik ahvollari bor ekan, miyasi og'riydi ekan, beshi og'riydi ekan, chinqilib og'riydi ekan, andan keyin butun badanlari ig'ir bo'lib ketadi ekan. 然后呢，bu xil ahvol qanchalik uzun davomlashdi? 这种情况持续了多久呢？2个星期shikabdi bo'lib qolibdi bunda bu o'g'il ya. Nima bu boshlashdan boshqa yana qanday xiyollar bearam bo'lardi? Shungmi nafs qisilib, ozroq mansa hosirab bular anandikin qo'llari uyushib bo'libdi. 然后呢 doriya baxtingizmi desa, 去痛片yeb oladi ekan, og'riqni to'xtatish dorisidanmi. 这个时候他可能想到, beshim og'rib ketdi, bosh og'riq to'g'risi bormi deb qo'ydi-ku. 但实际上这个并不是乱吃的。然后呢去痛片怎么能乱吃呢？ qandaq buda qalaymi qaysangiz qandaq bo'ldi deb, 然后就给他这个测个血压啊，测个血压。然后让这个阿里木带着他爸去做检查。好，那么课文讲到这个地方，内容我们都了解了。借着这个给同学们上课的机会呢，老师呢给你们讲一个小小的故事啊。那天呢，咱们有一个亲戚去这个医院看病，然后呢。当时我们这些医生啊都联系好了，就是说什么什么什么的。lekin doktorxonaga berib, doktor nima dedi desek不知道，然后就最后怎么了不知道。那 doktorxonada yataladinglarmi没有，就是说连这个我burmo'chi yo'lni besib kelib doktorxonaga o'g'irlashamay 又出来了。qanday qilamiz deb, 然后最后时间拖掉了嘛, vaqt keyniga surilib ketib, shuning bilan nima bo'ldi, karvatmi yo'q, yotoqmi yo'q, andan keyin kasallari texmi so'rilib degandek ahvol bo'lib qoldi. 那这个时候啊，当时我印象最深刻的就是那个后面我问过这个医生 doktordan so'rasa, 医生当时是怎么说呢？他根本听不懂我在说什么，我也听不懂他在说什么。mening gapimni ya u tushunmadi, ya uning gapini men tushunmadim. 然后最后实在没有办法，我把他交给别的医生了。那 amal yo'q, shundan keyin boshqa bir doktorga topshirib berdik deb. 就是boshqa gapini tushunadigan doktordan birisi nima qilib topshirib berdik. 那这个时候这是一个什么样子的情况啊？就是说，你生病了，甚至都不能去告诉你怎么了。哎呦，疼，哪里疼？
这个地方疼，这个地方疼，怎么疼？那ağrıştın başka ahval bulmamlı bizde. Mesela你会不会恶心啊？恶心deganimiz ko'ngli ilishish, 反胃, bir xil yam dug'usi kelib, ulab, andan keyin butun badanimizda kuch qolmadi desak deymiz, 浑身乏力没劲儿啊，浑身乏力没劲儿。那开始uxlayolmasak就失眠。失眠，这些都是这个生病的症状。然后呢，没胃口，不想吃饭，不想吃饭。然后还有什么呢？这个手没劲儿，这握什么东西也握不紧，有吧？然后腰，你说你腰直不起来，动一下都疼。这些话一定要会说，同学们，身体是你自己的啊。你不要到时候搞得看病都不知道自己怎么回事，都不知道自己得了什么病，这样子就不行了啊。所以呢，ağrış olsa疼demez. Nereniz ağrıgan olsa, 什么地方疼？diyemezsiniz, 这里疼，这里疼，这里疼，这里疼的diyemez, kolumuzu göstergelim. Bunu da cuma, 你都可以说。其实我们第一册里面都教过了。然后呢，除了疼以外，uyuşkasa麻deyiz. uyuşkasa麻啊。把这个词都看清楚了。然后呢，talsa tilip ağrısa talğanni suan deydi. Suan. Eğer bütün bedeniniz ağırlaşıp geçse, 就这上面不是有吗？全身都重重的deseniz bulur. Eğer bu是沉沉的啊，重重的都可以啊。Can yok desek ne demez? 乏力，乏力。bütün bedenimde can yok desek 浑身乏力没劲儿都可以啊，浑身乏力没劲儿deseniz buldu. Uykusu kaçsa 失眠，uykunuz gelmese 失眠，晚上睡不着失眠。那tamak yediniz gelmese 没胃口，没有食欲。都可以啊，没有胃口，没有食欲。然后呢，恶心，恶心。tamam yapıyorsunuzdan bir xil ko'nglingiz ilishib, yandığınız kelib kelsa反胃，反胃。Andan keyin bunda ter chiqqanni 冒汗。bir suvoqda chiqdi-ku, mushu birdan turiblam terlab, birdan no'ngshilib bo'lgan chog'da uni 冒虚汗 deysiz. 你就说冒汗，冒虚汗啊，冒虚汗。然后qizib qolsangiz 发烧，发烧。mana shu degan vaqtda hammasini jumada xotirlab yezib, ana uyguninglar juma. 发烧 qizib qilish. Andan keyin tongsingiz 冷 deseniz bo'ladi. 哎呦，特别冷，然后就觉得自己冻得很 deseniz bo'ladi. Andan keyin yana qandaq, 就是这个呼吸困难, nefsimiz yetishmay, oksijen yetişmegandek, tın nefes yetişmegandek olsa 呼吸困难啊，呼吸困难 deysiz. Andan keyin qulqingiz g'o'ngildasa 耳鸣 deysiz. 耳鸣, qulqingiz g'o'ngildasa 耳鸣. Ko'zingiz to'g'rilishib uchiq ko'rinmasa, oldida o'rgandik birinchi darsdagi 花, 眼花 deysiz. 我眼花看不清 眼花 deymiz. besh qayg'anli ras, besh qayg'anli deydi, 头晕，头晕啊。然后呢 doktorxonada yotganni 住院 deymiz, 住院啊。Andan keyin 这个 doktorxonadan chiqqanni 出院 deydi, 出院 deydi. doktorxonaga kasal ko'ngil borganni 看病 deydi, 看病啊，看病。然后而且呢，现在就是第二个我想说的是什么？你不要哪个地方疼，一个去痛片就搞定了。去痛片的衣服都不知道，回不疼了，
然后你就不管了。Ama kichik kasal cho'ng bo'lib, cho'ng kasal texmi keyin ang oxirida jinimizni olmasin. Shuningga, 而且现在我们有非常非常好的这个政策啊，惠民政策，可以去这个怎么样，很这个报销的力度非常的高啊，也非常的大。为了给отчет қылдырған дәрежесі найты юқоры。一般情况下，你不要觉得看病是不是很贵呀？没有，等最后报销下来以后，你根本花不了几个钱啊。你不要等着自己病的都起不来了啊，然后再你就应该经常去这个只要有病了，你就应该去医院看，这是第一。第二，每年应该定期做一个体检，尤其是조금 hər жылda bir qatam bir体检qilin，从头到脚全部所有的地方都检查一下。kasal bo'lmasa, uningda yaxshi kasal bo'lsa, baldur bayqab，早发现早治疗啊，早发现早治疗。so'zga ketdim. Shuning bilan ishqilib，反正呢就是两句话。第一，怎么去看病？哎呦，我不知道医生你说的什么东西的弟妹，也许一个弄，这个地方都有，而且该说的我刚才呢也都说了。MS'ni yaxshi ugunib，og'riqimizni yaxshi ifodaydigan，你能很正确的去表达你自己这个身上哪个地方有毛病了啊。第二一点，有病了一定要看医生，有病一定要看医生。然后每年都应该定期去做一个检查啊，全面的体检。身体是自己的，身体是本钱，没有健康的身体，什么都没有。好，那就这样子，希望咱们所有的同学都能够健健康康的远离疾病啊。那接下来呢，跟我一起呢这个读一下啊，跟我一起读一下。医生，我爸最近总说头疼，上次全民免费体检的时候说他血压有点高，所以带他来检查一下。医生，我爸最近总说头疼，上次全民免费体检的时候说他血压有点高，所以带他来体检一下。这个课呢实在是老师希望你们能记得更多一些，所以一句我读2遍啊。大叔，你最近都有哪些症状？大叔，你最近都有哪些症状？后脑勺胀痛胀痛的，感觉全身都重重的。后脑勺胀痛胀痛的，感觉全身都重重的。这种情况持续多久了？这种情况持续多久了？大概有2个星期了吧，大概有2个星期了吧。除了头疼，还有哪里不舒服？除了头疼，还有哪里不舒服？有时候觉得胸闷，走一会儿就气喘吁吁的，还手麻。有时候觉得胸闷，走一会儿就气喘吁吁的，还手麻。有没有吃过药？有没有吃过药？吃了几次去痛片？吃了几次去痛片？去痛片怎么能乱吃呢？去痛片怎么能乱吃呢？我先给你测个血压，我先给你测个血压，然后再开个单子，然后再开个单子，一会儿让你儿子带你去检查，一会儿让你儿子带你去检查。好，那这是我们的这篇课文。这个重点内容呢，bu dersdagi muhim nuqta hammasi muhim nuqta，从头到尾都是重点啊。那今天的作业就是把这个课文背下来，那这些东西那就更应该记住了啊。还有我之前补充的那些什么头晕呀，还有恶心呀、反胃呀，这些东西也一定要
记住啊，看的时候记下来，然后把它背下来，一定要这么做。那好，那最后呢，还是祝同学们这个身体健健康康的啊。那我们下一期再见。